$13.900 37 ming yurgan 2023-yil kraskalari top-toza, rangi qalbiyli kabi oppoqini bo'lgan LTZ pozitsiyadagi Tracker 2 mashinamiz e'lonimiz kelib qoldi. Mashinamizni narxini juda ham ideal qo'yildi. Xudo xolisa bemalol xohlagan joylardan narx-navolarni qiziq ko'rsanglar bo'ladi. Bor yo'g'i 37 ming probeg, salon holatlari zo'r, olib haydashinglar uchun tayyor, okey. Mashina ideal sostoyaniyda turibdi. Bemalol mashinamizni kelib, haydab ko'rib, tekshirib olib, ana undan keyin darajasini olib ketsanglar bo'ladi. O'zini firmaning diskelari, mana diska nimagadir menga yoqadi. Chiroyli-da, ya'ni primerlarga qo'yib qo'ysangiz ham qoraga bitta bo'yab olasiz. Duoda turadi ishonning. Mashinamizni o'zi zo'r. Stok holida turibdi, ya'ni salondan qanday olib chiqilgan, ozgina haydalib, уже sotib yuboryapti. Chunki okey, mashinani o'zi narxi zo'r. $13.900 ga. Bozorchilar tirikchilik qiladigan narxda, xudo xolisa e'longa joylaymiz. Egalaridan 1-2 oylik gen davernislarigacha ruxsat so'rab qo'yganmiz. 005 nomerlarda 1-2 oy genda maza qilib haydab yurishingiz ham bo'ladi. Zato gen qo'yasiz $700 mi $800 bo'lib ketdi afarligini. Afarligingizni pulini bir oyda agar topaman desangiz, okey, 1 oylik 2 oylik gen qildirib olib, mana shu 005 nomerlarda maza qilib haydab yursangiz bo'ladi. Arzon narxlarda. Hali ham mashinalar kerak bo'lsa, Telegram kanalimiz har doim sizlar uchun ochiq. Kirib, yoqqan mashinalarni tanlab, narx-navolarni ko'rib, barakasini ko'rsanglar bo'ladi. Aynan mana shu mashinamiz ham birinchi bo'lib Telegram kanaliga qo'yildi. Endi telefon bo'layotganda naryoqda ko'ra olmaymiz, lekin yaxshi bo'lyapti lekin. Kirsanglar bo'ladi. Videoga bitta like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Rahmat kattakon, joninglar sog' bo'lsin.